Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xitoyning yangi davlat bexatarlik qonuni xalqarada kuchli andish paydo qildi. Xitoy Xalq qurultiyi chorshanba kuni e'lon qilgan yangi davlat bexatarlik qonuni ko'plagan sohalarni o'z ichiga olgan bo'libmi Xitoyda armiya va bexatarlik apparatlarining texmi kuchaydiganligi xalqaradagi siyosiy analizchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Xitoy mamlakati Xalq qurultiyi chorshanba kuni yangi davlat bexatarlik qonunini ma'qulladi. Xitoyning bu qonuni tor bexatarligi va olam bo'shligidan tortib din, ideologiya sohalarigacha o'z ichiga olgan bo'lib, xalqarada kuchli andish paydo qildi. Xitoyning bu qonunining e'lon qilinishi Xitoyda armiya va bexatarlik apparatlarining texmi kuchaydiganligidan derak beradigan bo'lib, xalqaradagi siyosiy analizchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Analizchilar bu qonunning maqsadi Xitoyning Uyg'ur va Tibet rayonlarida elib berayotgan bostirishlarni va so'z, ideya erkinligiga bo'lgan tajovuzchiliklarni texmi kuchaytirish va qonunlashtirish deb qaradi. Amerika mutaxassislari bu qonunni yo'lga qo'yishning maqsadi Xitoy Kompartiyasining huquqini texmi kuchaytirish deb ko'rsatdi va Xitoyda qonunning faqat boshqariluvchilarni cheklay oladiganligini ta'kidladi. Fransiya axborot agentligining ko'rsatishicha, Xitoyning bu qonuni nurg'un sohalarni o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, lekin ko'pinchisi asosli belgilamalar bo'lib, bu qonunga xiloflik qilganlarga qanchalik darajada jazo berish qatorliq tafsiliy mazmunlar ko'p emas ekan. Analizchilar Xitoyning bu qonunda atalmish davlat bexatarligiga berilgan izohatning chek-chegarasi aniq emas. Bu qonun Xitoy hukumatı yaxshi ko'rmaydigan har qanday bir kishini jazolash va ularni ta'qiblashni qonunlik qildi deb qaradi. Bir qism analizchilar Xitoyning Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Uyg'urlarga qarata keng ko'lamli bostirish elib berayotganligini, lekin Uyg'ur rayonida bexatarlik vaziyatining barg'ansiri yomonlashib ketayotganligini ko'rsatdi. Xitoyning bu qonuni Xitoyning bostirishlarini qonunlashtirib yo'lga qo'yilishiga asos solib beradi. Xitoy Sharq Turkistonda tor bexatarligini Uyg'urlarning shaxsiy uchurlarini tekshirish, xohlagancha qo'lga olish bahonasi qilib olgan edi. Tor bexatarligi ham Xitoyning bu qonuniga kirgizilgan bo'lib, bu qonunda ta'kidlangan tordagi qonunsiz va ziyonli uchurlarni tozalash Xitoyning torni ta'qib qilishini va tor huquqiga tajovuz qilishini texmi kuchaytirdi. Xitoy Xalq qurultiyi qonun tuzash komitetining muavin boshlig'i Jing Shuna chorshanba kuni bu qonunni jakarlash munosabati bilan e'lon qilgan axborot yig'inida bu qonunni e'lon qilishning ahamiyatini ta'kidlab, Xitoyning davlat bexatarligiga tahdid paydo qiladigan ichki va tashqi omillar tarixdagi har qanday bir vaqtdagidan bak murakkab deb ko'rsatgan. New York vaqti gazetining ko'rsatishicha, analizchilar buni Xitoy hukumatining qattiq andishi ichida ekanligining ifodasi deb qaraydi ekan. İstanbul'daki Xitoy oshxonasi hujumga uchradi. İstanbul Topxona Bo'g'azkesan yo'lidagi Xitoy oshxonasi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan diniy cheklimlariga norozilik bildirgan bir guruh turk yoshlar tomonidan urib chiqib etildi. İstanbul Topxona Bo'g'azkesan yo'lidagi 6 oy burun ochilgan Xitoy oshxonasi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan diniy cheklimlariga norozilik bildirgan bir guruh turk yoshlar tomonidan urib chiqib etildi. Cho'ng yo'l ustidagi Jihon Yavuz ismli bir turk tomonidan ochilgan Xitoy oshxonasi 5-6 kishilik bir turk yoshlar guruhi tomonidan hujumga uchragan. Bu hujumda oshxonada ishlaganlarning hammasi tayoq yegan. Oshxona urib chiqilib vayron qilingan. Oshxona egasi Jihon Yavuz o'zini aqlab, oshxonada ishlagan usta Uyg'ur edi. Boshqa Sharqiy Osiyo davlatlaridan kelgan ishchilarmi bor edi. Bu mening non tepib yeydigan dukunim edi. Endi bildim, bundan keyin Xitoy oshxonasini taqayman degan. Buningdan burunmi mushunda qarishlik harakatlari bo'lgan. Hatto Xitoy oshxonasi ochgan Bakil ko'yda Xitoylarni etib o'ldirgan ahvollarmi ko'rilgan edi. Xitoy nomussizlarcha inkos qaytirdi. Xitoy Turkiyaning Uyg'urlar duch kelayotgan diniy cheklamalardan andishi qilayotganligini bildirganligiga qarata nomussizlarcha inkos qaytirdi. Xitoy Turkiyaning Uyg'urlar duch kelayotgan diniy cheklamalardan andish qilayotganligini bildirganligiga qarata nomussizlarcha inkos qaytirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Sharq Turkistondagi Uyg'urlar duch kelayotgan Ramazonda ro'za tutishga yo'l qo'ymaslik va boshqa diniy cheklamalar haqidagi xabarlardan andish qilayotganligini Xitoyning Anqaradagi bosh elchisiga yetkazgandan keyin Xitoy nomussizlarcha inkos qaytirib, Turkiyadan bu vaqtdagi xabarlarni isbotlashni talab qildi.
Xitoy diplomatiya ministerligining bayonotchisi Hua Chunying Turkiya tashqi ishlar ministerligining Sharq Turkistondan kelgan xabarlardan andish qilayotganligini bildirib, e'lon qilgan bayonotiga qarata Turkiyadan bu masalani oydinlashtirishni talab qilganligini bildirdi. U gap yo'rg'iltib, Xitoy Turkiya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashga ahamiyat berganligini, Uyg'urlarning Xitoyga asosiy qonunda belgilangan diniy erkinlik huquqidan bahramand bo'layotganligini bildirdi. Ramazon yetib kelishdan burun Xitoyning yerlik hukumat o'rlarida partiya a'zolari, ma'murlar, o'qituvchi, o'quvchilarning ro'za tutish shaklanganligi, musulmonlar oshxonalarining Ramazon mezgilida normal ichilishi kerakligi to'g'risida xalqarodagi nufuzli axborot vositalarida xabar berilgan edi. Xitoy taraf bularni faqatli tilga olmagan. Uyg'ur masalasi Turkiyaning Milliy xavfsizlik kengashida kun tartibga keldi. Uyg'ur masalasi Turkiyaning eng oliy xavfsizlik organi bo'lgan Milliy xavfsizlik kengashi yig'inida muzokara qilindi. Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu Turkiyaning davlat televiziya kanali bo'lgan TRT Turkdagi naq maydon programmasida Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi voqealarga aloqador savollarga javob berdi. Uyg'ur turklarining ro'za tutishining cheklanganligiga doir xabarlar tilga ilinganda Çavuşoğlu Xitoyda Uyg'ur turklariga qaratilgan muomalaning axborot e'lon qilish yig'inida va ijtimoiy taratqularda zo'r inkas qo'zg'alganligini, bu masalaning Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi bilan ko'rishganda kun tartibga kirgizilganligini aytdi. Çavuşoğlu bu masalaning Milliy xavfsizlik komitetida kun tartibga kelganligini, Turkiyada paydo bo'lgan jiddiy beoramsizlikning Xitoyning Anqaradagi bosh elchisini tashqi ishlar ministrligiga chaqirtilib yetkazilganligini va munosabatli uchurlarning berilganligini bildirdi. Çavuşoğlu bu masalaning xalqaroliq ommaviy tashkilotlar va kishilik huquq tashkilotlaridami kun tartibga kelganligini ilgari surib, munolarni aytdi. Uyg'ur turklariga aloqador masalani yaqindan ko'zib kelyapmiz. Uyg'ur turklariga bo'lgan qarashlarimizni o'zlariga so'zlayapmiz. U yerda bo'layotgan ishlarning taraqqiyotiga, kishilik huquq tajovuzchiliklariga yoki har turli tajovuzchilik masalalarga bizning sezgur bo'lishimizning normal ekanligini Xitoy bilan suhbat elib borgan har fursatda o'tirg'a qo'yapmiz. Xitoy Sharq Turkistonda planliq tug'ut qurilishiga yana zo'r mablag' soldi. Xitoy Sahiya planliq tug'ut doiralari 6-oyning 24-kuni ochilgan yig'inda Uyg'ur rayonining planliq tug'ut qurilishiga 4 milliard 790 million so'm mablag' solganligini e'lon qildi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan planliq tug'ut siyosati ayiblanayotgan sharoitda Xitoyning Uyg'ur rayonidagi planliq tug'ut xizmatiga g'oyat zo'r ko'lamda mablag' solganligi diqqat qo'zg'adi. Xitoy doiralari yaqinda Urumchida ochgan suhbat yig'inida Xitoyning o'tgan 5 yillik plani mezgilida Uyg'ur rayonidagi planliq tug'ut qurilishiga 4 milliard 790 million so'm mablag' solganligini, 2015-yilning oldingi yarim yiligacha bu mablag'ning 90% amaliylashtirilganligi xabar qilindi. 6-oyning 24-kuni ochilgan yig'inda bildirilishicha, Xitoyning Sahiya planliq tug'ut sistemasidagi 19 o'lka, shahar Uyg'ur rayonining planliq tug'ut qurilishiga 4 milliard 790 million so'm mablag' solgan. Xitoy doiralari Sahiya va planliq tug'ut xizmatini yaxshilash, uzun muddatlik muqimlik va amillikka erishishga to'g'ri qo'shadiganligini bildirdi. Xitoyning planliq tug'ut siyosati islom dinining ko'rsatmalariga zid bo'lganligi va Uyg'urlarga qaratilgan nupus oziltish siyosati deb qaralganligi uchun Uyg'urlar tomonidan qarshi ilinmay keldi. Xitoy bu siyosatni bahona qilib, sanoqsiz begunoh bovoqlarni dunyoga ko'z ochmasdilla ularning jiniga zomin bo'ldi. Ota-onalarga ruhiy va iqtisodiy besim elib keldi. Ba'zida hatto Xitoy buni ma'muriy jazoning vositasi qilib oldi. Ekraninglarda ko'rib turayotgan bu lozungadagi xat bo'lsa, ortiq farzand ko'rib jarimani to'lamaganlarning qo'liga elindiganligi bildirilgan tashviqot lozungasi. Xitoy tarqatgan masjidga kirish kanishkisi oshkorlandi. Muhojiratdagi Uyg'urlar va islomiy tashkilotlar buni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan chekidan oshgan zulm va bostirishlarining dalili deb ko'rsatdi. Har xil cheklama va siyosatlar orqali Uyg'urlarning masjidga kirishini, jumladan diniy ibodatlar bilan shug'ullanishini cheklab, dinni suslashtirish tadbirlarini kuchab yurgizayotgan Xitoy doiralari bu yil Ramazon kirishi bilan diniy cheklamalarni texmo kuchaytmoqda. Xitoy doiralarining Xotan viloyati Lob noyisi Navo yezisi Gaparish kentida masjidga kirish kanishkisi tarqatganligi ijtimoiy aloqa vositalarida oshkorlanib kuchli inkas qo'zg'amoqda. Muhojiratga Uyg'urlar va islomiy tashkilotlar buni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan chekidan oshgan zulm va bostirishlarining dalili deb ko'rsatdi. Xitoy yaqinqi yillardan buyon atalmish asabiylikni tugutish va diniy kayfiyatni suslashtirish degandek shuarlar bilan bir qator diniy cheklamalarni amaliylashtirib,
Uyg'urlarning eng aqalli bo'lgan insoniy haq huquqlarini mo ta'qib ostiga olmoqda. Xitoy 18 yoshdan tuvanlarning, ayollarning, o'qituvchi o'quvchilarning va ma'murlarning masjidga kirishini cheklagan edi va mahalla, rayon otlab masjidga kirishini mo qonunsiz deb belgilama chiqargan edi. Endi buningga bo'ldi qilmay kishilarning masjidga kirishi uchun kenishki tarqatgan. İnkaslardan qaraganda bu kenishkini bejarishmi qiyin bo'lib, kenishkisi yo'q musulmonlar masjidga kira olmaydi ekan. Bu belgilama musulmonlarning xohlagan vaqtda masjidga kirib ibodat qilishiga zo'r to'salg'u bo'lgan. Shanxayda bir hafta davomlashgan namoyish bostirildi. Xitoyning Shanxay shahrida bir haftadan buyon kuchayib davomlashayotgan namoyishchilar 2000 dan ko'proq qurolli soqchi tomonidan bostirildi. Xitoyning Shanxay shahri Jinshan rayonida 6-oyning 22 kuni boshlangan namoyish bir hafta davomlashdi. Hafta oxirida namoyishchilar hassilab ko'paygan bo'lib, taxminan 30-40 mingdak shahar aholisi tang kechagacha namoyish qilgan. Doirlar 2000 dan ko'proq qurolli soqchi ajratib, cho'ng ko'lamli qo'lga elish, urush, namoyish qatnashadigan ommani to'sish olib borgan. Qo'lga elinganlarni namoyish qatnashmaslik kafolatnomasi yozdirib, andin qo'yib bergan. Jinshan rayonining ximiya sanoat rayonini davomli kengaytirishi muhitni ig'ir darajada bulg'anligi uchun shahar aholilari PX turi deb atalgan sanoat turining yo'lga qo'yilishiga qattiq e'tiroz bildirib namoyish qilgan. 22-iyundan boshlab har kuni tumanlagan shahar aholisi ko'chalarga chiqib namoyish qilishni davomlashtirdi. Bir hafta bo'lganda doirlar yuqoridagi vositalarni qo'llandi. Namoyish qatnashgan aholilarning bildirishicha, shanba kuni namoyish sababidan 22-nomerlik metro liniyasi to'xtatilgan. Saqchilar jinshanliklar bo'lsa sababini surishtirmay qo'lga olgan. Tor qamal qilingan bo'lib, rasm yo'llasila telefon ekran holatiga qaytib qolgan. Xalq maydoniga berib namoyish qilgan kishilar majburiy mashinaga chiqarilib, yaqin atrofdagi o'ttir maktabga elib berilib, majburiy kafolatnoma yozdirilgan. Atisi bu maydondagi bog'chi taqilib, shahar aholilarining yig'ilish elib berish to'silgan. Doirlar dam olish kunlarimi ishlashni talab qilib, namoyishning oldini olmoqchi bo'lgan. Xitoy to'r soqchilari Undidarda dinga oid gap so'zlarni suzib olib, tekshirishni boshladi. Xitoyning to'r soqchilari Ramazon mezgilida Undidar qatorliq ijtimoiy aloqa uchurlarida sazgur so'zlarni suzib olish harakatini boshlagan. Ijtimoiy aloqa turlarida tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning to'r soqchilari Ramazon mezgilida Undidar qatorliq ijtimoiy aloqa uchurlarida sazgur so'zlarni suzib olish harakatini boshlagan. Doirlar belgilagan sazgur so'zlar asosligi dinga aloqador gap so'zlar bo'lib, Tingshin to'rida bu haqda e'lon qilingan uchurda ma'lum bo'lishicha, to'r soqchilari Undidardagi uchurlardan nuqtaliq holda Alloh, ro'za, Ramazon, iftor, suhurliq, namoz, Qur'on degandek so'zlarni telefon, to'r qatorliq aloqalish vositalaridan suzib olib, tekshirish olib bordi ekan. Xitoyning Tingshin cheklik shirkati tomonidan ishlangan Undidar WeChat Yanfun programmasi Uyg'urlar orasida keng umumlashgan aloqalish qurollaridan biri. Uyg'urlar 2012-yildan boshlab Undidarni keng doirada qo'llanishga boshlagan. Ammo 2014-yildan buyon doirlar iPhone qatorliq aqlli telefonlardagi uchur aloqalariga qaratgan tekshirish va kontrollikni kuchaytganligi uchun nurg'unlagan Uyg'urlar internet aloqasiga qulaylik aqli iqtidorli telefonlardan voz kechib, ilgirki knopkalik oddiy telefonlarni ishlatishga yuzlangan. Erkin Osiyoga inkas yo'llovchilarning bildirishicha, Oqsuning Kucha nahiyasining yangi partikom sekretari Yang Fasing tarafidan 2014-yilning oxiri yo'li qo'yilgan har bir qonunsiz diniy uchur va milliy bo'lgunchilik uchuri uchun 3 yillik qamoqqa hukm qilish belgilamasi sababli 2015-yili 1-oyga qadar faqat Kucha nahiyasida 2080 odam qamoq jazosiga hukm qilingan. Navbatda Kuchadagi Uyg'urlarning 80% dan ortig'i tinch amonlik va bexatarlikni nazarda tutib, ilgirki knopkalik telefonlarni ishlatishga ko'chganligi ma'lum. Ozarbayjonda Uyg'urlar uchun namoyish o'tkazildi. Sharq Turkistonda Uyg'urlarning nohaq o'ldirilishiga qarshi Ozarbayjonning poytaxti Bakuda Xitoy elchixonasining oldida namoyish o'tkazildi. Sharq Turkistonda Uyg'urlarning nohaq o'ldirilishiga qarshi Ozarbayjonning poytaxti Bakuda Xitoy elchixonasining oldida namoyish o'tkazildi. Ijtimoiy taratqularda tashkillangan 200 dan ortiq yosh bugun 1-iyul kuni Xitoyning Baku elchixonasining oldida namoyish o'tkazish uchun bir yerga jam bo'ldi. Qo'llarida har xil lozunkalarni ko'tarishgan namoyishchilar Xitoyning Uyg'ur turklariga qaratgan irqiy ayrimchilik va zulm siyosatiga qarshi axborotchilarga bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoy Sharq Turkistonning yerlik musulmon xalqiga qaratgan kishilik huquq tafsandachiligi, diniy cheklamalari va Ramazonda ro'zani cheklash qatorliq zulm sitamlarini darhol to'xtatsin deyildi. Bayonot yana Uyg'urlarga qilinayotgan besimlarning ularning kishilik erkinligi va kishilik haq-huquqlariga tahdid shakllantirayotganligini ta'kidlash bilan birga, Uyg'urlarning Xitoylar bilan o'xshash xizmat qilish, o'z ona tilida ma'arif
an'ana va madaniyatlarini joriy qildirish huquqi borligi ta'kidlandi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 5 doimiy a'zosining birisi ekanligi eskartilgan bayonotda yana Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi mas'uliyatlarini joyida o'rinlashini talab qilamiz. Uyg'urlarning huquqining to'liq ijro qilinishi kerakligini talab qilamiz. Uyg'ur elida yuz berayotgan zo'ravonlik voqealari bizni beorom qilmoqda. Uyg'urlarga qilinayotgan zo'ravonlik va besimlarning darhol to'xtatilishini talab qilamiz deyildi. Bayonot e'lon qilingandan keyin namoyishchilar tinch holda tarqalib ketdi. Tayland türmelerideki Uyg'urlar qutqizib olindi. Tayland chegarasidan qonunsiz o'tganligi tufayli qo'lga ilingan Uyg'urlardan ayol va kichik bolalardan tarkib topgan 173 nafar Uyg'ur Turkiyaga elib kelindi. Xitoydagi besimdan qochib 2014-yili mart oyida Tayland chegarasidan qonunsiz o'tganligi tufayli qo'lga ilingan ayol va kichik bolalardan tarkib topgan 173 nafar Uyg'ur oldi bilan Istanbulga, ondan Qaysaridagi o'rinlashtirish markaziga elib kelindi. Buning bilan Xitoy zulmidan qochib Qaysariga yerlashgan Uyg'ur turklarining soni 1000 ga yetdi. Turkiy tilda so'zlashgan davlatlar jurnalistlar jamiyati boshlig'i Güngör Yavuz Aslan Turkiyaning xalqaro diplomatiya sohasida yana bir cho'ng utuq qo'lga keltirganligini, Tayland turmalaridagi Uyg'ur turklarining Turkiyaga kelishga boshlaganligini aytdi. U e'lon qilgan bayonotida 2014-yildan buyon Tayland turmalarida tutib turilayotgan Uyg'ur turklari 30-iyun kechda Turkiyaga kelishga boshladi. Dastlabki bosqichda ayollar va kichik bolalardan tarkib topgan 173 kishilik guruhga Turkiyaga keldi. Turkiyaning qanjilagan oylardan beri Tayland doiralari bilan o'tkazib kelayotgan uchrashuvlari va zo'r tirishchanliklari natijasida Uyg'ur turklari ona vatan Turkiyaga g'alabalik holda elib kelindi. Qaysaridagi Uyg'ur qarindoshlarimiz o'rinlashtirilgan joylarni maxfiyatlik va bexatarlik sabablaridan filmga elish yoki rasmga tortish Qaysari vali mahkamasi tarafidan man'iy qilingan. Türkiye'deki Xitoy elchixonasi sarosimaga tushdi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining yaqinlashishiga ergashib, Turkiyada Xitoyga qarshi faoliyatlar jiddiy kuchaymoqda. Uyg'urlar masalasining Turkiyada bu qadar zo'r dag'dug'i qo'zg'ishi Xitoyni beorom qildi va Turkiya ichki sirtidagi Xitoylarni ogohlantirdi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining yaqinlashishiga ergashib, Turkiyada Xitoyga qarshi faoliyatlar jiddiy kuchaymoqda. Uyg'urlar masalasining Turkiyada bu qadar zo'r dag'dug'i qo'zg'ishi Xitoyni beorom qildi va Turkiyadagi Xitoy elchixonasi Turkiyaning ichki sirtidagi fuqarolarini ogohlantirdi. Diktator hukmronligi ko'nib qilib, yo'lliq namoyishni tushunmaydigan, qora quyuq to'kmat qilib ko'nib ketgan Xitoylar 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi yetib kelishdan burun qattiq sarosimaga tushgan. Istanbulda turishli Xitoy elchixonasi ichki qismda mundaq uqtirish chiqargan. Yaqinda har xil sabablar tufaylidan ma'lum dushman kuchlar asabiylashib, Xitoy hukumatiga qarshi faoliyat bilan shug'ullanmoqda. Ko'plagan turklar bu faoliyatlarga qatnashmoqda. Egallagan uchurimizga asoslanganda 7-oyda Turkiyaning har qaysi shaharlarida Xitoy hukumatiga qarshi namoyish bo'lmoqchi. Balkim urib chiqish, ko'ydirish ahvollari bo'lishi mumkin. Shunlashqa biz elchixonaning ichki bexatarlikni qo'g'dash bilan birga Turkiya hukumatining munosabatli o'rinlari bilan so'zlashdik. Ulardan elchixona va xodimlarning hamda Turkiyadagi Xitoy korxona va korxonachilarning bexatarligiga kapolatlik qilishini talab qildik. Bizning qilmoqchi bo'lgan tadbirlarimizga asosan har qaysi korxonalardan tuvandagilarni tayyorlab qilishini talab qilamiz. Birinchi, har qaysi Xitoy tijoratchilari tijorat ishxonalari va o'rinlarning bexatarlik tadbirlarini yuqori ko'tarib, amonlik qo'g'dug'uvchilarni o'rinlashtirish va ko'paytirish. Ikkinchi, barliq Xitoylar 7-oyda sirtlarga oz chiqish. 5-iyul kuni faqat chiqmaslik. Uchinchi, Xitoylar shahar markazidagi maydonlarga va sayohat nuqtalariga chiqmaslik. 4-chi, munosabatli o'rinlarning boshliqlarining telefoni 24 soat ochiq turish. Jiddiy ahvol sodir bo'lganda elchixonaga xabar qilish. 5-chi, rahbariy xodimlar Xitoyga qaytmoqchi bo'lsa yoki dam olishga chiqmoqchi bo'lsa, Xitoy elchixonasiga xabar qilish. 6-chi, Turkiyadagi Xitoylar Xitoydagi urug' tuqqan do'st birodarlari, xizmatdoshlariga xabar qilib, ularning 7-oyda bo'libmi Ramazon oxirlashmoqcha Turkiyaga kelmasligini xabar qilib qo'yish kerak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.